Hozir bitta insonni ko'rsataman. Ko'rib hayotga tushishingiz aniq. Bu Umid akamiz bo'ladi. Assalomu alaykum Umid aka. Umid akam 30 yildan beri ko'z ko'rmaydi. Ko'zi ojiz inson, lekin shunga qaramay bitta hunari bor. Har qanday texnikani pir bo'lib ketgan sozlaydi. To'g'rimi Umid aka? Umid aka qanday, nima uchun, qanaqa qilib ko'zingiz ko'rmasa ham lekin sozlay olasiz? Endi ukajon bundayda, bu bir talant desam yo ilohiy bir anavmi kompressor xolodilnikka. Xo'p. Mana shularni ochib, pun admotkasini o'zim qilib qaytagan qilaman-da. Yoptirib, yana xolodilnikka qo'yib ishlatib beramiz. Shunday ularni. Umid aka to'k urishdan qo'rqmaysiz? To'k qanaqa bilasiz to'kni? To'kda muomala qilishni bilish kerak. Bu to'k uradi degan gap yo'q bu yerda. Umid aka mana shu apparatni ko'ring, qani ochib bir narsa qilib bering qani. Admotkani ochyapman. Admotka qo'shilib qolgan. Mana admotka bor. Aha. Mana shu eng yuragi. Qizigan o'sha bu. 5 milliongacha daromad qilasiz mana shuni oqibatda o'zingiz, ha? Ha, qilamiz. Gap yo'q aka, gap. Turganlar hammasini Umid akam sozlab, mana shu egalari qilib berar ekan. Qoyil Umid aka. Umid aka ustaxonangizni bir ko'rsatsangiz bizga. Stanoklarim bor. Zapchasi hamma shu yerda o'zingizga. Hammasi bor o'zimda. Kerakli ehtiyot qismlari bor-ku, borib olib kelaman Toshkentdan borib. Aka hozir bitta ish qilamiz. Sizga kulishlarni beraman. Nechiligini topasiz. Kelishdikka? Mana. Necha kulch? 19. Tamam bilaman-ku men. Mana aka. Ishlang. Necha kulch? 22 19. 24 22 mi? To'g'ri. 14 17. Qoyil aka, to'ppa-to'g'ri aka hammasi. Aziz do'stlar, inson hech qachon bir joyim kam deb anov qilsa ham hech anov qilmaslikka. Allohning o'zi bor-ku. Bir harakat qilsa borku o'zi beradi Allohning o'zi. Bir Birorta joyi nogiron ekan deb to'xtab qolish kerak. To'xtab qolish kerak emas, hech qachon unutma. Shunisiga ham shukr qilib, Ko'zim ojiz deb to'xtab qolib yotib qolgani yo'q. Aka, sizga rahmat. Qo'lingizni berasiz. mayli. Xo'p, sizga ruxsat. Mayli.